Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Xo'p, navbatdagi mebelimiz ustunovka jarayoni tugatdik. Xo'p, bu mebelimizni kunlarga o'rnatdik. Xo'p, общий razmeri 3.15 ga malalik 280 bo'ldi. Xudo xolisa bizga navzorini qilib beramiz. Antrest degan kashtan firmasining akrilida, tepasi krem perel degan kashtan firmasining akrilida bo'ldi. Xo'p, bu tomonga halodenli joylashtirilgan. Halodenli kattarog'idan olinadigan bo'lgan. Ustiga mebel qilingan Ariston joylangan, uni ichiga antresol variantda 3 etaj, eshiklari vakuum, o'zi yopiladigan variantda. Xo'p, mo'ykasi hamma yo'q ulangan, tayyor. Hali joyi qatirilmagan, lekin ishlatishyapti. Plyuslari qo'yilgan, rasiki istalishsa kafeli mebelning ichida bo'ldi. Sochiqlangan turbasi, taxchasi, plyuntusi bor. Xo'p, ishlangan sushilkasi. Xo'p, tepa eshiklari 90 sm bo'lgan. Ichida ikkitadan polka bo'lgan. Xo'p, eshikda chekalari plastmassa poxkronka, korpus ham shu holatda poxkronka. Xo'p, bundan so'ng gaz plita, duxovka. Xo'p, piyoda g'aladan olib ketibdi, qo'stiradigan patrisi bor va vakuum. Xo'p, gaz plitamiz, kesib joyi tushirib berganmiz. Xo'p, vitishga ham joylar ochilgan. Ishlayapti. Xo'p, bu chekkaga yakkali eshik tushgan. Xo'p, pastlarimizda polkalar ham bor. Pastda har doimgidek temir noshka qo'yilgan, oldi laminat bilan bekitilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.